Bundan roppa rosa 10-12 chamasi 13 yillar avval aynan mana shu maydonda bu joy tekis bo'lgan. Abbosbek Fayzullayev futbol o'ynab yurardi. Abbosbek Fayzullayevni bu xonadoni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumani Guliston mahallasida joylashgan. Mana shu yerda ularning aptekasi bor. Mana nima edi isming? Asilbek mana ukasi. Hozir Abbosbek Fayzullayevning otalari bilan kichkina mini intervyu qilamiz. Darvozabon o'zingiz bo'lardingiz. Necha o'ynardingiz shu paytda? O'zingiz vorotorga turgansiz? Ikkovimiz o'ynaganmiz. Ikkalalang o'ynagansizlar. Voy, gap bo'lishi mumkin emas. Biz gol uraversa, darvoza kichirib ketardi. Qiziqtirganmisiz, o'zida qiziqish bo'lgan. Bizlarchi? Bizda Maradona derdi. O'zingizda bo'lgan. Maradona derdi. Qaysi chempionatga borib o'ynagani ma'qul sizningcha ota sifatida? Ispaniya. Ispaniyaga tushadi o'yin, to'g'rimi? Xolos. Saytaga Abbosbek Fayzullayevning otalariga 5 ketaman, chunki mana hozir ham mana samimiy, har doim ko'rishib qolsak ham umuman o'zgarmagansiz. Esim taniganimdan beri sizni taniyman. O'sha saytaga. Aka, omad. Baraka toping, charchamang. Omadlaring bersin. Xo'p, sog' bo'ling. Xudo xolasa jahon chempionatiga chiqib, Birlashgan Arab Amirligida xudo xolasa ochkani olib kelib Nishonlaymiz, borib nishonlaymiz. Xudo xolasa. Rahmat, baraka toping.